Assalamu alaykum muhtaram qarindoshlar. Ko'rib atqaninglar Erkin Asiya radiosi Uyg'ur bilimi to'r televiziyasining haftalik xabarlar sahifasi. Mazkur sahifamizda bu hafta jarayonida berilgan muhim xabarlarni bir qator eslatib o'tamiz. Men Juma. Men Aqida. Uyg'ur Milliy harakati rahbari Rabiya Qadir xonim yaqinda xalqaro kechirim tashkiloti San Fransisko shahridagi Kaliforniya universitetida uyushtirgan kishilik huquq yig'iniga qatnashib, Uyg'urlarning navbatdagi vaziyati haqida ma'lumot berdi. Yig'in Kaliforniya universiteti Qonunshunoslik institutida uyushtirilgan. Amerika Uyg'ur birlashmasining Kaliforniyadagi vakili Obul Qasim efendi Rabiya Qadir xonimga hamroh bo'lib, yig'inga qatnashgan va tarjimonlik qilgan. Yig'inga Kaliforniya universitetining o'qituvchi-o'quvchilari, kishilik huquq xodimlari va Kaliforniya shtatining har qaysi shahar rayonlarida yashayotgan Uyg'urlar qatnashgan. Rabiya Qadir xonim yaqinda Shvetsiya, İtaliya ve Fransiya qatorliq davlatlarga berib, xalqaro kishilik huquq yig'inlariga qatnashgan va Uyg'ur masalasini tanishtirgan edi. Xitoyning Nanchang shahrida o'qiyotgan Xinjiang to'liq o'rta sinfidagi Uyg'ur qatorliq o'quvchilar o'tgan hafta o'z tomog'ida bayqalgan cho'chqa go'shti sababli ochliq e'lon qilgan. Munosabatli xodimlar ochliq e'lon qilish voqeasini rad qilmagan bo'lsa-mu, Uyg'ur o'quvchilarning tomog'iga cho'chqa go'shti aralashib qelish voqeasini faqat bir tasodiflik deb ko'rsatdi. Bizga bu vaqtda kelgan uchurlardan ma'lum bo'lishicha, voqea o'tgan juma kuni Xitoyning Jiangxi o'lkasi, Nanchang shahri Nanchang nahiyasidagi Liantang 1-o'rta maktabida yuz bergan. Mazkur maktabdagi Xinjiang sinfi 2008-yilda qurilgan bo'lib, bu sinfga asoslig'i Uyg'ur elining Qizilsuv Qirg'iz avtonom oblastidan o'quvchi qabul qilingan. Xabar yetkazuvchining bildirishicha, o'tgan juma kuni mazkur maktabdagi Xinjiang sinfi o'quvchilari cho'chqa go'shti etilgan manti yeb sog'anligini his qilgan va darhol tomoq tashlab norozilik bildirgan. Halbuki Qizilsuv Qirg'iz avtonom oblasti ma'rif idorasidagi nom sharifini oshkorlashni xohlamagan bir hukumat xodimi cho'chqa go'shti etilgan manti voqeasini bir tasodifiylik ekanligini va o'quvchilarning o'z tomog'iga aralashib qolgan mantini texi yemasdan bayqab voqeaga e'tiroz bildirganligini ilgari surdi. Shanba kuni Tiananmen maydonida namoyish qilmoqchi bo'lganda tutib ketilgan xotellik Uyg'ur arzdorlar seshanba kuni Davlatlik Milliy ishlar komitetiga berib, Bingtuandagi haqsizliklar haqida shikoyat qildi. Ular dushanba kuni Xitoy Davlatlik arziyat idorasiga berib, Bingtuan 14-diviziya doiralarining paxta, chilan mahsulotlarini erkin bozorda sotishiga ruxsat qilmaganligi haqida arz qilgan edi. Mazkur arzdorlarning mahsulotlari texi yig'ib bo'lib, ularning mahsulotlari bag'da sesib ketish va yoki mazkur joydagi chilan korxonasi tarafidan majburiy yig'ib ketilish xavfi ostida turmoqda. Shunga arzdorlar doirlarning masalaga jiddiy tadbir qo'llanishini talab qilgan. Ma'lum bo'lishicha, Milliy ishlar komitetimi arzdorlarga bu haqda qanoatlanarli javob bermagan. Faqat masalani tekshirib aniqlaydiganligi haqida quruq va'da bergan va ularning yurtiga qaytib ketib, tekshirish guruhini kutishini buyurgan. Yaponiya Uyg'ur jamiyati Yaponiyada ichildigan Asiya Tinch okean iqtisodiy hamkorlik tashkilotining yig'ini munosabati bilan shanba kuni Yokohama shahrida faoliyat uyushtirgan. Yig'in oxirida Asiya Tinch okean iqtisodiy hamkorlik tashkilotining yig'iniga qatnashadigan har qaysi davlat rahbarlariga sunish uchun bir qarornoma ma'qullagan. Qarornomada Xitoy hukumatidan Uyg'urlarning siyosiy, madaniy, iqtisodiy huquqlariga hurmat qilishni talab qilish, xalqaro mustaqil tekshirish organlarining 5-iyul Urumchi voqeasini tekshirishiga yo'l qo'yish, terrorlikqa qarshi kurash nomi bilan Uyg'urlarni bostirishni to'xtatish qatorliqlar o'tirib qo'yilgan. Bo'g'ilgan haqiqatni Asiya Tinch okean iqtisodiy hamkorlik yig'inida oshkorlash deb nom berilgan. Mazkur yig'inda Yokohama shahridan 2 parlament a'zosi, Tokyo parlamentidan bir parlament a'zosi va Uyg'ur masalasiga ko'ngil bildigan boshqa yaponiyalik arboblardan bo'lib, jami 200 atrofida odam qatnashgan. Mazkur qarornoma Amerika, Kanada, Rossiya, Yangi Zelandiya, Avstraliya, Indoneziya qatorliq 20 dan ortiq davlatning Yaponiyada turishliq elchixonasi va Yaponiya parlamentiga avatilgan. 2010 yılı 11 ayının 2. günüden 4. günügacha İstanbul'un Bakırköy İmam Hatip To'liq o'rta maktabida Uyg'urlarni tanishtirish faoliyati ilib berildi. Faoliyatni Bakırköy İmam Hatip To'liq o'rta maktabi bilan Sharqiy Turkiston ma'arif va hamkorlik jamiyati birlikda uyushtirgan. Faoliyat rasm ko'rgazmasi echish va leksiya berish shaklida ilib berildi. Faoliyatda Uyg'ur madaniyati va Xitoyning Uyg'urlarga qaratgan besim siyosati qatorliqlar haqida tafsiliy ma'lumotlar berildi. Yig'inda Sharqiy Turkiston ma'arif va hamkorlik jamiyatining bosh kotibi
doktor Alimjon Atavolla Sharqiy Turkiston tarixi, Uyg'ur elining hozirgi vaziyati va Uyg'ur madaniyati haqida leksiya berdi. Bakirköy İmam Hatip to'liq o'tir maktabida jami 3500 o'quvchi bor ekan. Radiomizga kelgan uchurlardan ma'lum bo'lishicha, bu hafta ichida Xotanda bir Xitoy amaldori va bir qatnash saqchisi Uyg'urlar tarafidan o'ldirilgan. Bu haqda ilib borgan tekshirishlarimizga qaraganda voqeadan xabardor ekanligini ilgari surgan kishilar mazkur voqeaning 2 kun ilgari yuz berganligi hamda voqeaga chetishligi ilgari surilgan 2 Uyg'urning qo'lga ilinganligini bildirmoqda. Ziyoratimizni qabul qilgan bir xonimning bildirishicha, Aqsudan kelgan 2 gumondor o'zlarini qo'g'lab kelgan bir Uyg'ur qatnash saqchisini pichoq tiqib o'ldirib etgan. Turpan viloyati To'qsin nahiyasidagi o'qituvchilardan egilishimizcha, Xitoy hukumati bu nahiyadagi 2000 ga yaqin Uyg'ur o'qituvchidan 518 nafarni qisqartirishni plan qilmoqda ekan. Ma'lum bo'lishicha, mazkur shtat qisqartish plani To'qsin nahiyasidagi Uyg'ur o'qituvchilar orasida kuchli norozilik qo'zg'agan. Ammo ular siyosiy besimning kuchlikligi sababidan oshkora norozilik bildirishga amalsiz qolgan. To'qsin nahiyasidagi bir yosh o'qituvchining bildirishicha, 2000-yildagi statistikaga qaraganda To'qsin nahiyasida boshlang'ich, o'rta maktab va kasbiy maktablar bo'lib, jami 50 Uyg'ur maktabi bor ekan. Bu maktablarning ko'p qismi qo'shtil ma'rif siyosati bo'yicha Xitoy maktablari bilan qo'shib o'tilgandan keyin 24 Uyg'ur maktabi ishib qolgan. Bu jarayonda Uyg'ur maktablarida bir qancha qatim o'qituvchi qisqartish ilib berilgan bo'lsa-mu, bu qatim 518 nafar Uyg'ur o'qituvchini biroqli qisqartish eng zo'r ko'lamlik bo'lib hisoblanadi ekan. Yaqında Saudiya Arabistonda Qutatqu bilikni arabchaga tarjima qilgan olim Muhammad Qasim Hajimning Buyuk Turkistonning o'tmishi va hozirgi ahvoli nomli kitobi nashrdan chiqdi. Bu kitob avtorining bundan 17 yil ilgari Saudiya Arabistonning Makka Mukarram shahridagi madaniyat uyushmasining klubida so'zlagan leksiyasi asosida kengaytirilib yozilgan. Kitobda Sharqi va G'arbiy Turkistonning umumiy ahvoli, qisqacha tarixi va o'tmishi, shundaqla hozirgi ahvoli haqida nihoyat tushunishlik sharhlangan. Kitobda yana Uyg'ur elining Hunla davridan boshlab hozirgacha bo'lgan tarixiy jarayonni, qurilgan davlatlar, Uyg'ur elida yaratilgan madaniyatlar, Uyg'urlarning mustaqillik yo'lida ilib borgan qonliq kurashlari ixcham holda bayon qilingan. Kitobning avtori olim Muhammad Qasim Hajimning bildirishicha, avtor bu kitobni 1000 tiraj bostirib, haqsiz taqatgan. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, yuqorida sizlarga haftalik xabarlar sahifamiz bo'yicha bu hafta jarayonida yuz bergan muhim xabarlarni bir qator eslatib o'tdik. Kelar juma kuni ko'rishaylik. Xayr xo'sh. Xushvaqt bo'linglar.